Hayot bu poklikdan yaralgan navo. Taqdirida shodlik, muqaddas savdo, tiriklik suv ichgan daryo, bir qo'lida beshik, birida dunyo. Bu aytilgan she'r menimcha bugungi kechamizni sababchisi bo'lgan ayolga aytilgan so'z ham mubolag'a bo'lmaydi. Yuqorida aytilgan gaplarni aytib, bu yerda deb so'zlar yozilgan, hammasini bo'sh va qolgan paytingizda o'qib olasiz degan bir niyatdaman. Shoirlardan keyin gapirish qiyin. O'sha shoir aytgan edik, umrimiz gulshani yashnar, gul hayot farzand bilan. Vaqtimiz kulga charaqlab zurriyot farzand bilan. Oila baxti, ko'rgi, shodligiga ming shirin. Xonadon xurram yurur, uylar obod farzand bilan. Ayollar bor ekan, xonadonlarda farzandlar dunyoga keladi. Tasavvur qiling, ayol bo'lmaganda bugungi kundagi qahramonlar Alisher Navoiy dunyoga kelarmidi? Bo'lar edi. Mana so'zimni davomini opamizni shogirdlari Hadizaxonga beraman. Hadizaxon. Tashakkur ustoz. Avvalambor assalomu alaykum azizlar, hurmatli ustozlar. Bugungi tadbirimizning asosiy sababi ustozimiz Samarqand shahar yozuvchilar uyushmasining taniqli shoirasi aziz ustozimiz Gulnora Ahmedovaning 65 yoshlik yubiley ayyomlari, qolaversa yangi kitob taqdimotlari va Toshkent va Turon akademiyasi tomonidan berilgan El yurt faxri nomli yuksak mukofot bilan ustozimizni, aziz ustozimizni chin dildan muborakbod etamiz deymiz. Biz shogirdlar vaqtiga hamisha sog' va salomat bo'ling deymiz. Mana bu zalda o'tirgan yosh avlodlarimiz, biz buyuk allomalar, donishmandlarning avlodimiz. Kelajakda mana shu yosh avlodimiz vatanimiz taraqqiyotiga o'z hissalarini qo'shuvchi munosib farzandlar bo'ladilar degan umiddamiz. Aziz bolajonlarimiz ham mana shunday ijodiy uchrashuvlar, kitob taqdimotlari, bolajonlarimizning kitob mutolaasiga bo'lgan mehr-u muhabbatlarini yana oshiradi desam mubolag'a bo'lmaydi. Ustozimiz, aziz ustozimiz Gulnora Ahmedovaga atalgan bag'ishlov yozgandim. E'tiboringizga havola etmoqchiman. Dunyoda bir inson bor, ona inson mushtipar. Duodadir qo'llari, o'qib namoz har sahar. Shunday ulug' zotlarni panohingda asragin. Derman, yaratgan Tangrim, xavf xatardan saqlagin. Yo'lingiz nurga to'lsin, Gulnor ustoz ofarin. Gullasin ijodingiz, baxt va iqbol yor bo'lsin. Qalbimda bor ezgu so'z, tilaklar sizga bo'lsin. Buyuk allomalarning ruhlari qo'llab tursin. Cheksiz mehr qalbida, nur taralar yuzlardan. Ezgulikdan nishona, samimiy sof so'zlardan. Farzandlar baxtin ko'rib, yashang deyman shodimon. Biz sizdan ibrat olib yashaylik ustoz har on. Tashakkur deyman. Bizlarga o'tirgan aziz ustozimiz, barcha ustozlarimizga qisqacha qo'shiq ijro etib bermoqchiman. Ijozatlaringiz bilan. Shogird niholeru ustoz bog'bon, qaynoq mehri ila ilmda qalqon. Shogird niholeru ustoz bog'bon, hayot yo'llarida eng ulug' sarbon.
o'qiymiz, aziz ustozimiz. Hayajondaman hozir, hayajon. Tashakkur aytaman.